boshqa. Assalomu alaykum. Tadbirkorlar, mana bugun 4-mart 2026-yil Katag'on shahar Amir Temur mahallasida tadbirkorlar bilan 3 tajribasi asosida uchrashuv o'tkazyapmiz. Bu uchrashuv o'tkazishimizdan asosiy maqsad tadbirkorlarga imtiyozli kredit berish evaziga yangi ish o'rinlarini yaratish. Bunda Prezidentimiz 312-son qaroriga asosan yangi oxirgi 1 yillikda aborot qilgan yuridik firmalarga 100 milliongacha garovsiz hamda 300 milliongacha yengillashtirilgan garov evaziga asosiy vosita sotib olishga 5 yilga, agar aylanma mablag' to'ldirishga 18 oygacha, toifasiga qarab 19% dan 21%gacha kreditlar ajratamiz. Bundan tashqari mahalla loyihasi bo'yicha o'zimiz band qilgan fuqarolarga 10 milliondan o'tgan yil hozir shuni 20 millionga ko'taryapmiz. 20 milliondan 1,5 yilga 23% dan bo'ladi. Bunda karta ochib, kartaga tashlayveramiz. Biznesga birinchi qadam Prezident insoniy qarori bo'yicha. Bundan tashqari yoshlarga 60-61-son qarorga asosan bitiruvchi yoshlarga oxirgi kurs bo'lsa yoki o'tgan yil bitirgan bo'lsa ham o'zimiz band qilgandagi 20 milliongacha, agar yuridik firmaga ta'sischi yoki direktor bo'ladigan bo'lsa zalog bilan 1 milliard 2 milliardgacha ham kredit beramiz. Bunda foizi 15% dan bo'ladi. Asosiy vosita sotib olsa 7 yilga 2 yil imtiyoz bo'ladi. Agar aborotga oladigan bo'lsa 3 yilga 6 imtiyoz davri bilan kreditlar ajratamiz. Sizlarda qanaqa savollar bo'lsa, kredit bo'yicha, bank bo'yicha nima qiziqtirgan savollar bo'lsa berishlaringiz mumkin. Vodiydan kelganlar ishlaydilar. Bolalardanmi? Bola shu yerda vaqtincha bo'lsa ham ro'yxatga qo'yilgansiz, to'g'rimi? Nega qo'yilganmiz hozir? Vaqtincha bo'lsa ham ro'yxatga qo'ygan bo'lsangiz bo'ladi. Praktika o'qitgandan keyin keladi. Qayta o'shani qo'yib bizga murojaat qilsangiz, tikuvchilik bo'yicha qilib beramiz. 10 millionmi, 20 millionmi, sizga qancha bo'lsa 100 million, 120 million. agar yuridik firmasi bo'lsa, yuridik emasda. agar boyagidek yoshlar bo'yicha topsalar 30 yoshgacha bo'lgan 100 milliongacha ham sug'urta bilan ham beramiz. Berasizmi? Ha. Yangi ochilgan bo'lsa ham beramiz. Yana kimda savollar bo'lsa, men javob berishlaringiz mumkin. Agar savollar bo'lmasa, yig'ilishimizni tugatamiz. Rahmat kattadan.